Hammaga salom. 2026-yilda O'zbekistonda judayam ko'p odamning Instagram'i blok bo'lib ketyapti. Masalan, shunaqa ekranlarda chiqyapti. Buni hozirlarga ochishni o'rgataman. Ochishga 100% garantiya berolmayman, lekin judayam ko'p odamlarni, 99% odamlarni shu narsa orqali ishlari hal bo'lib ketyapti. Xo'p, birinchi bo'lib biza helpinstagram.com ga kiramiz. Instagram akkauntni blokdan ochish uchun. Xo'p, bu yerga kirib olganimizdan keyin poiskga yozamiz, to есть. Disable Instagram akkaunt deb yozib olamiz. Kirganimizdan keyin bizada About Disable Instagram degan akkaunt degan joy chiqib, bu yerda juda ham ko'p bo'limlar bor, lekin bizga keraklisi mana shu bo'ladi. To есть bizani Instagram akkauntimizni blokdan ochib beradigan bo'lim. Xo'p, bu yerga o'tganimizdan keyin havola chiqadi bizada. Xo'p, havolani xohlasanglar o'qinglar, xohlamasanglar yo'q. Bu sizlarning o'zinglarning xohishinglar. Bizga kiradigan bo'ladigan joy mana bu yo'q tugmasini bosishimiz kerak. Maqolani foydasi tegmadi deymiz. Xo'p, keyin boshqa tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerga san o'z shikoyatingni kirit yoki ma'lumotingni berib ket degan joy chiqadi. Xo'p, biza akalar bu yerga mana bu akalar, opalar, Telegramga tashlab qo'ygan tekstim bor. Xuddi shu joyga kirib olasizlar, kopiya qilib olasizlar. Nima Telegramimga tashlaganman? Targ'ib qilish emas. Judayam kerakli sizlarga foydali narsalar tashlayman. Mana shu postdan tagidan judayam ko'p foydali narsalar tashlanadi. Instagraminglarga ham, boshqa joyinglarga ham ko'p foydali narsalar tashlaydi. Hammasi tekin. Sizlarga foydasi tegani uchun chaqiryapman. Foydasi tegmasa, o'zinglar ham chiqib ketaverasizlar. Xo'p, shu narsani kopiya qilib olamiz. Shu joyga tashlaymiz. Mana shu ko'rgan bo'lsangiz, shu joyga nikingiz deb qo'yganman. Shuni shundoq o'chirasizlar-da. O'zinglarning nikinglar, masalan, Abdulboriy 3ta 7. Xo'p, yozdinglar. Bo'ldi, xo'p. Keyin yuborish tugmasini bosamiz. Men hozir yubormayman. Mayli, yuborib ko'raman sizlar uchun mana. Rahmat, fikringiz uchun rahmat. Yaxshilanishga yordam beramiz. Bu narsa sizlarning akkauntinglarni 6 soatdan 48 soatgacha ochib berishi kerak. Ko'p kishida, mani tanishlarimda ham shu narsa orqali ochilyapti. Tushunyapsizlar? Juda ham oson. Juda ham oson, e'tibor bergan bo'lsanglar. Agar shuni ham qiynalayotgan bo'lsanglar, tushunmagan bo'lsanglar, Telegramga kiringlar. Mani lichkam bor. Kirasizlar, mani lichkamga yozsanglar, любой вопросinglarga yordam beraman. Любой вопросinglarga prям xohlaganinglarcha yordam bera olaman. Kiringlar, yozinglar, men sizlarga поддержка qilaman. Juda ham oson Instagramni blokdan ochish. Tushunmagan bo'lsanglar, menga yozinglar yoki videodan ko'rib qilaveringlar shu ishlarni. Xudo xolasa hammaning Instagram akkaunti ochiladi. Hammaga omad. Agar bu ham foyda bermasa, yana yo'llarini topib chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa hammaning Instagram akkauntini blokdan ochamiz. Sog'lik, salomatlik, hammanglarga ishlarga rivoj.